إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamd sanolar alamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugün biz 36. cho'ng gunoh sudikdan saqlanmaslik haqida to'xtalib o'tamiz. Hammamiz yaxshi bilamiz, dinimiz pok dindir va poklik ustiga qurilgandir. Napok narsalarni qabul qilmaydi. Shuning uchun mana bu dinimizga e'tiqod qiladigan barliq mu'min musulmonlar oldi bilan poklikka ajoyib ahamiyat bermoqi lozim. Chunki payg'ambar alayhisolamning hadisida an-nizafatu minal iman deydi. Pokizalik, poklik iymonning jumlasidandir. Agar biz bu poklikka ahamiyat bermaydigan bo'lsak, bizning qilgan taat ibodatlarimiz bekorga chiqib ketadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun ham Alloh taolo Muddassir surasining 4-oyatida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytdi ekanki: "Va thiyabaka fatahhir." Kiyimingni pok tutqin dedi. Kiyimingni pokiz tutqin, pok tutqin dedi. Yana ibodatning shartlaridan biri kiyimning pok va pokiz bo'lishidir. İbn Abbas radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: kunlarning birida payg'ambar alayhisalom bir qabristondan o'tib ketib, ikkita qabrga qarab aytdi ekanki: "Innahuma la yu'azzibani" dedi. Mana bu qabr egalari azoblanyapti dedi. "Va ma yu'azzibani fi kabir" dedi. Bular cho'ng gunohlar haq uchun azoblanmayapti dedi. U ikki kishining birisi esa fakana yamshi bin namima dedi. Bu qabr egalarida o'lgan insonlarning birisi hayoti dunyolik vaqtida chaqimchilik bilan shug'ullanadi dedi. Ikkinchisi bo'lsa o'zining suydikidan saqlanmaydi dedi. Ya'ni ishtonimga suydik deyib ketadi deb parvo qilmaydi. Suydik deyib ketishidan parvo qilmaydi. Mana bu najosatdan parvo qilmaydi. Shuning uchun mana bu insonlar o'lgandan keyin qabrlarda azoblanyapti dedi payg'ambar alayhisalom. Aziz qarindoshlar, ba'zi bir insonlar o'rtirib siydi va yoki siyib bo'lgandan keyin ana shu siygan joyini paklamasdan turib ketadi, parvo qilmaydi. Keyin esa vaqti kelgan chog'da tahorat olib namozni o'qishi mumkin. Bu chog'da uningki kiyimi allaqachon iflos bo'lib bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun
mana bundaq o'qilgan namoz bekorga chiqib ketadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq narsalarga bakmi diqqat qilishimiz, bakmi ahamiyat berishimiz lozim. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida yana aytdi ekanki, sudikdan saqlaninglar dedi. Chunki qabr azobining ko'pchiligi mana shu sudikdan bo'ladi dedi. Sudikka parvo qilmaganlikdan, diqqat qilmaganlikdan, ahamiyat bermaganlikdan bo'ladi dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, Alloh hammamizni mana bundaq gunohlarni sodir qilishimizdan Allohning o'zi asrasin aziz qarindoshlar. Abu Naim o'zining Hilya, ya'ni Zibu Zinat nomli asarida Shafi bin Mati al-Asbahidan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi. 4 turlik insonlar bor. Bular do'zax ahliga aziyat ustiga aziyat yetkazadi, azob ustiga azob beradi deydi. Do'zax ahli o'zi azob chekyotadi. Ammo mana bu 4 turlik insonlarning do'zaxga kirishi bilan ularning ustiga azob qo'shiladi deydi. Wa yas'auna ma bayna al-hamim wal-jahim wa yad'una bil-wayl was-subur deydi. Mana bu 4 turlik insonlar Hamim do'zaxning ismlaridan biri, Jahim ham do'zax ismlaridan biri. Mana bu Hamim bilan Jahim orasida yugurib yuradilar va o'zlariga voy esit, voy nim bo'ldi bizga deb o'zlariga halokat va falokatlar tilaydi dedi. Do'zax ahli ba'zilariga xitob qiladi dedim. Mana bu insonlarga nima bo'ldiki? Bizning azobimiz o'zimizga yetmayotgandek, bular yana bizning azobimizning ustiga azob qo'shyotdi. Nima bo'ldi bu insonlarga? Bular kimlar? Bular qandaq insonlar deb do'zax ahli bir-birlari bilan gaplashadi dedi. 4 turlik insonlarning birinchisi bo'lsa, farajulun mughlaqun alayhi tabutun min jamr. Cho'g'dan tabut yasalgan, cho'g'dan qilingan tabut ichiga qo'yilgan bir insondir dedi birinchisi. Ana o'lganda yotadigan tabut, cho'g'dan qilingan, mana shu tabutning ichiga solab qo'yilgan bir insondir, ularning birinchisi dedi. Ikkinchisi shundoq bir insonki, u uchayvoqlari oldiga sangilab ketgan, u yerdan bu yerga yugurib yurgan bir insondir dedi. Ikkinchi toifa, ikkinchi turdagi inson. Uchinchisi yana bir insonki, uning og'zidan qon jiringlar eqib turadigan inson dedi. To'rtinchisi u ham bir insonki, u o'zining go'shini o'zi yeydigan insonlar dedi. Mana bu 4 turlik insonlar do'zaxga kirganda do'zax ahlining azobiga azob qo'shiladi ekan. Do'zax ahli mana bu 4 turlik insonlardan hazar aylaydi ekan. Koshki bular kirmasaydi bizning yonimizga. O'zimizning tatiyotgan azobimiz o'zimizga yetadi deb bulardan hazar aylaydi ekan. Endi bu 4 turlik insonlarning qandaq insonlar ekanligi haqida biroz to'xtalib o'tamiz aziz qarindoshlar. Ana o cho'g'dan yasalgan tabutga soloqliq inson haqida to'xtaladigan bo'lsak, do'zax ahli aytadi ekanki, mabalul abad qad azana ala ma bina min al-aza. Yana Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu odam nima gunoh qildiki, bizning azobimiz o'zimizga yetmayotgandek azobimiz ustiga azob qo'shyotdi deydi. Ana shu inson kirganda aytadi ekanki, do'zax ahli, mana bu Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan inson nima gunoh qildiki, tortiyotgan azobimiz yetmagandek, azobimizga azob qo'shyotdi deydi ekan. 5-chi, 5 turlik insonlarning 5-chi insonki, u do'zax ahli, mana bu Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan inson nima gunoh qildiki, tortiyotgan azobimiz yetmagandek, azobimizga azob qo'shyotdi deydi ekan.
Shunda onunğa cevap beriladi ekanki, innal ab'ad mata va fi unuqihi amwalun nas. Mana bu Allah'ның rahmetidan yiroqlashtirilgan inson hayoti dunyoda kishilarning haqqini yeb, uning bo'ynida kishilarning haqqi qolgan, kishilarning haqqini yegan insondir deb javob berdi ekan. Hayoti dunyoda kishilarning haqqini yeb o'lib ketgan inson ana shu do'zaxga kirganda o'tdan yasalgan, cho'g'dan yasalgan tabutga qo'yilgan holatda azab qilinadi ekan aziz qarindoshlar. Allah mana bundaq azoblardan o'zi asrasin. Ikkinchisi, uchay vag'ri sangilab qolgan inson haqida to'xtaladigan bo'lsak, ana shu insonga ham aytadi ekanki, Allah'ның rahmetidan yiroqlashtirilgan mana bu odam nima gunoh qildiki, tortayotgan azobimiz yetmagandek azobimizning ustiga azob qo'shyapti deb so'raydi ekan. Shunda aytiladi ekanki, innal ab'ad kana la yubali aynama asaba al-bawlu minhu va la yaghsiluhu. Allah'ның rahmetidan yiroqlashtirilgan mana bu inson hayoti dunyoda yashagan chog'ida kiyimiga yetgan najosatga parvo qilmaydi. Ya'ni sudiklarga, iflos najosatlarga parvo qilmaydi. Sudik chachramdi, chachramamdi. Bu narsaga parvo qilmaydi va la yaghsiluhu. Va kiyimini mana bu najosatdan poklamaydi, yumaydi, pokizlamaydi deydi. Mana bu insonning jazosi hayoti dunyoda kiyimini najosatdan saqlamagan, paklamagan, najosat tekkan joyini yumagan insonning ana shu do'zaxda uchay vag'ri oldiga sangilab qolgan holatda do'zaxni u yoqqa bu yoqqa yugurib yuradi ekan aziz qarindoshlar. Allah mana bundaq azoblardan o'zi asrasin aziz qarindoshlar. Üçüncü insan hakkında to'xtaladigan bo'lsak, u inson og'zi burnidan jiringlar oqib turadigan inson. Yana mana bu inson hakkında ham do'zax ahli so'raydi ekanki, Allah'ның rahmetidan yiroqlashtirilgan mana bu inson qanday gunoh qildiki, tortayotgan azobimiz yetmagandek azobimiz ustiga azob qo'shyapti deb so'raydi ekan. Shunda aytiladi ekanki, innal ab'ad kana yanzur kulli kalimatin qabiha fayastalizzuha dedi. Va fi rivoya kana ya'kul luhuman nas wa namima. Allah'ның rahmetidan yiroqlashtirilgan mana bu inson qachon bir yomon so'z anglaganda mana bu yomon so'zdan lazzatlanadi, rohatlanadi deydi. Yaxshi gap uning quloqiga yoqmaydi. Yomon gap bo'lsa nihoyatda lazzatlanadi, rohatlanadi. Va boshqa bir rivoyatda aytganki, bu insonlarning go'shini yeydi. Ya'ni chaqimchilik bilan shug'ullanadi deydi. Mana bu chaqimchilik bilan shug'ullanadigan insonning ana shu do'zaxga kirgandan keyin og'zidan qon jiringlar eqib turadi ekan. Mana bu to'ng'iz go'shi yegin desa, eng fosiq inson ham yo'q, yemayman, bu haromdir deb aytadi. Yo'q, yemayman, men musulmonman, vaholanki u namoz o'qimasa ham, boshqa ishni qilmasa ham, men to'ng'iz go'shini yegin desa, yo'q, men yemayman, bu haromdir deb tattatidi. Ammo g'aybatni qiling, chaqimchilik qiling desa, uning haromligini bilib turib ham uningga hech parvo qilmaydi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi dunyoda mana shunday beparvo bo'lib qolgan ba'zi bir insonlar. Kunlarning birida payg'ambar alayhisalom Oysha onamiz bilan ketib o'tadi. Oldida bir bo'yi pakar insonni ko'rib qoldi Oysha onamiz. Shuning bilan payg'ambar alayhisalomga aytdi ekanki, "Ya Rasululloh, mana bu ayolning bo'yi bakmi paka ekan" dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Sen g'iybatini qilding, tukugin" dedi. Shunda u Oysha onamiz tukurgan edi, qon tukurdi aziz qarindoshlar.
Vaholanki pakoligi haqiqatan shu ayolda bor edi. Haqiqatan shu ayol pako edi, bo'yi pako edi. U sifat u ayolda bor edi. Ana shu bor sifatni aytishga ham islom dinimiz yo'l qo'ymayotdi aziz qarindoshlar. Agar u sifat uningda yo'q bo'lsaydi, bu tuhmat bo'lar edi. Agar u ayol pako bo'lmay, boshqa bir bo'lib nima qiladigan bo'lsa, pakolik sifati u ayolda bo'lmagan bo'lsa, bu insonlarningki qilgan nimasi tuhmat bo'ladi. Shuning bilan cheqimchilik va tuhmatning orasidagi farqlar mana bunda aziz qarindoshlar. Ammo biz bu cheqimchiliklarga, tuhmatlarga bakmi ko'nib ketganmiz. Parvo ham qilmaymiz. Shuning uchun mana bunday narsalardan bundan keyin diqqat qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Vaholanki u ayol pako edi. Pako turilib pako ekan deganga payg'ambar alayhisalom sen uningki go'shtini yeding, dedi, tukugin dedi. Oysha onamiz qon tukudi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bunday narsalardan uzoq turmag'imiz lozim. To'rtinchi inson o'zining go'shtini o'zi yegan inson. Bu inson haqida so'radi ekanki, do'zax ahli, "Ma balul ab'ad qad azana ala ma bina min al-ada" dedi. Allohning rahmatidan yiroqlashtirilgan bu inson qanday gunoh qilibdiki, tartiyotgan azobimiz yetmagandek, azobimiz ustiga azob qo'shyotdi deb so'radi. Shunda aytdi ekanki, "Innal ab'ad kana ya'kulu luhuman nas", ya'ni bil g'ayba. G'ayba. Yani Allah'ın rahmetinden yiroqlashtirilgan mana bu inson insonlarning go'shtini yedi dedi. Yani g'iybat qiladi, g'iybat bilan shug'ullanadi dedi. G'iybat bilan shug'ullangan inson do'zaxda o'zining go'shtini o'zi yeyish bilan avora bo'ladi ekan aziz qarindoshlar. Allohning fazli karimi bakmi cho'ng, bakmi katta. Shuning uchun biz hayotda dunyoda qilgan gunohlarimizdan bir daqiqa ham kechikmasdan darhol tavba tazarruq qilib Allohning mag'firatiga, rahmatiga erishishimiz uchun solih amallarni qilib Allohga iltijo va murojaat qilmog'imiz lozim. Chunki Alloh G'afurur Rahimdir. Qilgan gunohlarni afv qilg'uchidir, tavbani qabul qilg'uchidir. Mehribon bandasiga bakmo mehribon zotdir. Aziz qarindoshlar, Alloh hammamizni mana bu yuqorida so'zlab o'tgan gunohlardan hammamizni o'zi asrasin. Biz ojiz bandamiz, Allohning azobiga bardosh bera olmaymiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم